Kecha yorim qizimizga maza, sizdek quvnoq onasi bor, birga o'ynang, siz xohlaganini pishirib berasiz deb meni xursand qilib qo'ydi. Aslida hamma ayol quvnoq ona bo'la faqat uyda xotirjam va sokin muhit bo'lsa bo'ldi. Har kuni kamida 1 soat qizim bilan yosh bolalardek o'ynayman. Bola bo'lish kattalarga oson emas, sababi ularning o'yinlari biz uchun ancha zerikarli, lekin bola bilan o'ynasangiz sizdan e'tibor, mehr istab yopishib oladigan bo'lmaydi. 1 soat birdaniga o'ynash shart emas, 15-20 minutdan kuniga 3-4 marta qisqa o'yinlar o'ynasangiz bo'ldi. Bolangizning kayfiyatida ham ancha yaxshi tomonga o'zgarish sezasiz. Har kuni kechki payt soat 8 da qizim uxlaydi. 8 dan 11 gacha yengilgina uylarni yig'ib bemalol o'qiydiganimni o'qiyman. Darslarimni kunduzi ulgurgan bo'lsam, ko'pincha kino ko'ramiz. Qarashlarim o'zgargandan keyin hayotim ancha o'zgargan, kayfiyatsiz, tushkun, norozi davrlarim bo'lgan. Tabiiyki bunday odamlarni atrofdagilar yoqtirmaydi, chunki kayfiyat yuqumli. O'zimning alohida dunyoyimni qurganimdan keyingina hammasi yaxshilangan, quvnoqlik, ishonch qaytgan yuragimga. Nimadir o'rganishning orqasida doim ham pul yotishi shart emas. Odam o'sayotganini his qilib yashasa, atrofdagilarga yopishmasa, o'shani o'zi baxt. 12-kun kuzatganingiz uchun rahmat.